YouTube, Telegram, Instagram uchun prevyular, obloshkalar, bannerlar, umuman rasmlar yasashda qiynalyapsizmi? Bugungi video aynan siz uchun. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, qadrli obunachilar, sizlar bilan men Ro'zim Muhammad Murodov. Bugungi videomizda ijtimoiy tarmoqlar uchun bannerlar, obloshkalar, prevyular yasashni o'rganamiz. Albatta, After Effects, PicsArt, PixelLab umuman shunaqa ilovalarsiz ChatGPT'ni o'zida, Gemini'larni o'zida yasashni o'rganamiz. Albatta, video foydali bo'ladi degan umiddaman. Uning uchun videoga bitta like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ysalar, albatta xursand bo'lgan bo'lardim, qadrdonlar. Qani bo'lmasam ketdik. Qadrli kuzatuvchilar, hozir bizga Instagram, YouTube uchun, prevyular uchun, obloshkalar uchun yoki shorts, reelslar uchun rasm tayyorlashni, kreativniy rasm tayyorlashni o'rgataman. Buning uchun bizga hech qanaqa PicsArt, After Effects shunga o'xshagan ilovalar shart emas. Ikkita ChatGPT kerak bo'lsa bo'ldi. Bundan tashqari ham bor ilovalar. Men sizlarga hozir shunchaki oddiyrog'i, mukammalrog'ini yasashni o'rgatmoqchiman. Birinchi ChatGPT dan boshlaymiz. Bu joyga plus bor, mana plusni bosasizlar. Fotoni bosib, o'zingizning rasminglarni olasizlar. Va bu joyga pastga rasm qanday tarzda bo'lishligini yozasizlar. Mana bu joyga. Hozir men so'z tayyorlab olganman. Ko'rsatdim, bosib turib qo'shib qo'yish. Mana men YouTube ga video joylamoqchiman. Aynan ushbu videoga menga preview kerak, obloshka. Shunga menga obloshka yasab ber. 16 ga 9 format, uzunchoq format. Agar 9 ga .16 qilsanglar, mana bunaqa formatda yasab beradi. Sizlar bu joyda faqat YouTube ga emas, Instagram ga reels joylamoqchiman. Aynan ushbu videoga menga video kerak deysizlar. Rasm tayyorlash kerak deysizlar. Video mavzusi Instagramda topga chiqish yokida Farg'onaga sayohat qilish. Uzunchoq video yoki mana shunaqa video yozasizlarda, odamlarni hayron qoldirsin. Nima bo'lsin, video rangi yashil bo'lsin, rasmning rangi orqa foni qizil bo'lsin, ko'k bo'lsin. Bu joyda o'zingizlarga sifatini yozasizlar va yuborasizlar. Yuborganinglardan so'ng oradan mana 6:10 da video yasashni boshladi. 1 minut 2 minut vaqt ketmaydi va bu joyda rasm yaratishni boshladi. Mana creating image. Hani rasm yaratilmoqda deyapti. Bu rasm kunlik, ya'ni 2-3 marotaba bo'lishligi mumkin. Ya'ni 2-3 marotaba sizlarga tekinga rasm yaratib berishligi mumkin. Keyin pulli deb qolishi mumkin. Ya'ni pro versiyasini sotib ol deydi. Agarda pro versiyasi sizga kerak bo'lsa, qadrdonlar, Telegramdan menga murojaat qilsanglar, pro versiyasini sotib olib beraman. ChatGPT Gemini Pro bemalol, ishonchli. Hozir hayratda qolasizlar o'zingizlarni. Hech qanaqa montajli, qanaqadir programmalarsiz rasm yaratishni ko'rib. Mana qadrdonlar, oradan 2 minut o'tgan yo'q. Instagramda topga chiqish degan rasm yaratib berdi. Bemalol buni YouTube ga joylasanglar bo'ladi. Endi Gemini'ni hunarini ko'ramiz. Gemini'ga ham qo'yamiz. Iloji bo'lsa buni pro versiyalaridan foydalansalaring, mana hozirgi kopirovat qilgan so'zim, xohlaganlaringiz yozishlaring mumkin. Bu ham yasashni boshladi. Iloji bo'lsa pro versiyalaridan foydalansalaring, rasmlarni tiniq, qandaydir kreativniyroq yaratib beradi. To'g'ri, bunda ham yaxshi yaratib beradi. No, deganim, xo'p, это задача не для меня. Ha, bu hozir so'zni boshqacha qilamiz hozir. Agar shunaqa payt отказ qilishligi mumkin-da. Shunda siz nima qilasiz? ChatGPT ga kirasiz. Gemini orqali deysizlar yoki da boshqa bir Gemini orqali rasm yasamoqchiman. Tekst beraman. Sen menga
hozirgi, ya'ni prompt so'raysizlar, bu prompt yozib beradi mana. Bosdik, prompt olamiz. Shuncha narsani Gemini'ga yuboramiz. Bunda menimcha yasab bersa kerak katta ehtimol bilan, chunki ChatGPT'ni tilini ChatGPT tushunadi degandek. Hozirgi yana so'z deb yuborib qo'yibman. Uje yaratishni ham boshladi adashmasam. O'zi загрузка nana banana 2 deydi. Shunda rasm yasashni boshlagan bo'ladi. Bemalol xullas ChatGPT tilini ChatGPT tushunadi degandek promptni undan olib bunga, bundan olib unga yozishingiz mumkin bo'ladi. Mana uje bu tayyor. Instagramda topga chiqish degan. Balkim bu unchalik chiqarmagandir. Bemalol xohlagan so'zinglar, xohlagan rasminglarni yasattirishinglar mumkin bo'ladi. Menga ko'pincha ChatGPT yasab bergani ko'proq yoqmoqda. Xullas qadrdonlar, video manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsanglar, bundan da zo'r videolar hali oldinda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.